Bak eskiken sen eğer topumda topamasam sonunu işlep üzüm olamen. O top benim. Top benim. Bunda kuma biz oynayalım. Oldu uğraşmağla. Top köçek çık gitti. Bana çerçi topunu ekileyli. Bana mokol. Bana eşitmiyorlar. Sen bana eşitmiyorlar. Çakkan bununla. Buradan çıdasın mı? Makul. Qani top. Mana. Seni quşqash qol tusgan. Endi putim üzülmeydigan bo'ldi. Ağzını yum, endi sen bilan o'ynamayman. O küçük, ezep yemanken ha? Ben bo'lsam çatak çıkamaydım ha? Achchiqlanma. Amal qilib topni. Hey, top neyle biz üstümüzge hadi. Uçma ha, bırak. Yavaş tapsak bulatdı. Yaraysan bimbo. Yaraysa. Bizga mo'shada qo'zaloqga eshik pichillab pash turdigan yarash lazım. Qarala, o'g'ri xatarlik harakat ishlaydigan bo'ldi. Qarab turinglar. Kuchab ishlasiz. Kucha. Chaqqa kuchab ishlasiz. Kuchyapman qobini. Kucha. O'yjan. İşte. O'yjan. Rahmat bimbo. Bizni qutuldirib olganing rahmat. O'yjan. Amsima tushma. Abi, ishki. Sakrdim. Oy. Ey uruq, sen dengizime bakkan yüzümüzü tökmeydi mi? Haram olmadan hepsi. Aldım, ilingla. Yaraysa uruq. Nem bulaştı? Uxluğulu koymay. Vaklaş mı sağlamam da? O nereden peyda oldu? Vak! Hemmiyede dankı basın bağ mı bu? O danlık nakşçı. Şundak mı? Dostum bimbo mu okudu iken? Menin nakşçı digili bulmaydı. Bırak nakşı menin cenem. Bizdi mahtabatıda. O özünü köz batıda okudu paraxod geylik adamladık. Deniz kanakçıları ama nakşını parak etelim da? Elbette. Emse bir et bak, ben bir bağla bakayım. Makul, anla ha? Hocam. Hazır çandırdı. Bir o nakşi etvattıdı. Nakşi etiştim buranın avazın taşı vardı. Nakşilerini atışında. Toğra. Şuna katlı ba. Ben çok işlerden durgun nakşini köygen. Hemmisi avazını takşıydı gelsin. Mankara, ben skripko'lar tankash qilib turay, bo'lamda.
Ben kötülükке İtalyan akstin birini et bire. La 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 la. Hey, boldu çama, bize eti verey. Ha, çama. La 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 la. Paraxotdagi signaldan anlik niye sig'ilib o'qidek chuma? Onadan kapitanning chirig'i yaxshi. Bu yuqorovozliqni o'xshab emas, o'yinchiqni ovozga o'xshaydi ekan. U vaqiravatdi. Yaxshi, nayt yaxshi. O qaltis etdi cuma. Ha, mening sanatimni faqat tushunmaydigansizlar. Tüh. Men sizlarni devletimizga taklif qilaman. Taqatgan nurimizning qanchalik yo'riq ekanligini ko'rib ketinglar. Barimiz, cho'qim barimiz. Men topni ilib olsam bo'landi. Albatta bo'ladi. Bizga texi top o'ynab bersan. Men sen o'ynab beraman, ular o'ynab bermayman. Ochiq o'tirgan to'g'ri yo'qdi. Yuringlar, bizga ergishib menglar. Biz tanishga o'xshaymiz. Qo'rqmasanglarmi bo'ladi? Biz yo'l boshlaymiz. Hozir yerim kechib tursizmi? Kunduzdagi o'rtibatdi. Shu emasmi? Bo'ldi do'stlar, tez menglar. Bu yerga kelganinglarni kutib olamiz. Bu yoq bilan menglar. Sen oldinmi olg'in? Kiringlar. Ordimizga kiringlar. Besh chiroyli ekan. Padişah aileleri sizlerni kabul kılmakçı. Çatsan bulunlar. Teklifimizni qabul qilib, davlatimizga kelganinglarga rahmat. Atrofinglardagi boshqa mahsulotlarning turmushidan xabardor bo'lsanglar, bu sizlar uchun foydali. Ular sizlarga faqat o'xshamaydi. Oyoq qaranglar, u sizlarning tasavvuringlardagi oltin emas, balki roda.
ichidagi mineral moddalar bizga kuch-quvvat ato qiladi. Biz shuningdan oziqlik qabul qilamiz. Shuningga tayinib turmush kechiramiz. Anladingmi? O oltin emaskan. Biz yana bir qo'shiblik, ha? Bu kollektiv bir necha guruhga bo'lingan. Ishni tugitib ko'ngil ochamiz. Biz o'rmonlikda ko'ngil ocholmaymiz. Mening burun xo'jayinlarim meni ko'ngil ochib qo'ymaydi. Bu yerda biz emgak mevalardan tang bahramon bo'lamiz. Shunga ko'ngil ichishmaylan o'rtaq ko'ngil biladigan faoliyat. Olaylar, men ro'yxatga yiqilasam bo'lamdi. Sizlar ularning oziqlikni qanday qabul qilganligini ko'rib baqsanglarmi bo'ladi. Qiziq ekan. Bu yerdagi ro'yxat ajoyib ekan. Sen başka sağlıkla qo'ng'izlar qaraganda bekrak taqaydi ekansan. Nimishqa? Men boshqalar qaraganda jiq oziqlik qabul qilaman. Men o'sha yerda ishlasam taqaymanmi? Buni ayol podshoyimizdan so'ra. Sizlar turmushinglarni bek obdan o'rinlashtiribsizlar. To'g'ri, sizlarga shunday qazisim kelyotdi. Men sizlarda kelsam deyman. Biz butunlay cho'ng iyiq yulduzlar to'piga tayinamiz. U bizning yo'lboshchimiz, bizga kuch-quvvat, aql-farosat beradi. Biz davlatimizda mangu shuningga tayinib yashaymiz. Olaylar, o'rmonlikdami mush kuch to'si bo'lamdi? Sen bu kuchga erishmoqchimi? Albatta erishmoqchi. Sen erishsan, sening dadangdek aql-farosatlik, irodalik ekanligingni ko'rib baxtxosh bo'ldim. Men kichik buni uqmayman olaylar. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sening to'hpangni biladi. To'hpa? Mening nada to'hpam bor? Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi muallaq turib bizni ko'rdi. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi bizga Simbaning to'hpalarini ko'rsatgan. Simba, xatar oldida sen botirliging ham farosatingni ko'rsatding. Cüssünü çıkmayın. Hayran qolma. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sening hamma ishingdan xabardor. Qara, biz ehtiyot qilsak bo'g'ida. Yuvashroq bo'laylikmi? Simba, seni cho'ng iyiq yulduzlar to'pi o'rmon podshoyi bo'lishga tanlab qo'ygan. Men o'rmon podshoyimi? To'g'ri. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pi sen biliming bilan Simbaga ilhom bergin. Uning o'rmonlikdagi hayvonlarga baxt yaratish uchun botir podshoh bo'lishini tilayman. Cho'ng iyiq yulduzlar to'pidagi yulduzlar kuchini Simbaga ato qilg'ay. Padişah alileri, biz hazırla arzuları boyunca iş qilamiz. Çok iyi yıldızlar top rahmet. Ben sizi menge unutmayman. Ormanlıktaki hayvanların baxt yaşığı kapalı tıkılıman. Çok iyi yıldızlar topi sana akıl farasat atak kıldı. Biz baylık tapamadık ama o padişah oldu. Bir zaman tapılmaz. Al vereme. Yemin qarab tursunlar. Herkesin bana tebrik etmemsinler. Sen padişah oldun. Seni tebrikleymezsin ba. Okum koltusken. Tenişleyin ola.
Dövlətimizdəki barlıq baqıraq qoңğuzlarning bugun axşam işləməsligini buyurayman. Simba batırlıq qığını üçün çoğ ayıq yıldızlar topi onu ormanlıqdaki hayvanlarning padişahlığı tanladı. Onun ormanlıqni güllab yaşantishini ümid qilaman. Baya hammanglar ko'rdinglar. Çoğ ayıq yıldızlar topi o'zining kuchini onunga berdi. Yıldızlar onu adil padişah bo'lishga yetaklaydi. Simba ajatalaylikkan, albatta, o degan shirt tursa. Ko'pchilik, tinishinglar. Men sana bir sovg'at berman. Nurning kuchini sana o'tkazaman. Sen xatar ichida qolgan yoki ojiz hayvonlarni qo'g'digan cheg'indilar, ishlasalaysan. Sol qo'lingni ko'tar. Men huquq asam orqali nurning kuchini sana o'tkazaman. Simba, men sana o'tkazgan kuchni faqat amalsiz qolgandila ishlat. Va'da berman. Haqqoniyatni qo'g'daydigandilar, ondan bu kuchni ishlataman. Bu gaping joyida bo'ldi. Bu sen olgan eng yaxshi sovg'at bo'ldi, do'stim Simba. Bu sovg'atni men qadrlayman. Bugun biz tantana bilan tabriklaylik. Qari chekatgini tepkilinglar. Do'stim, tabriklash uchun bir payda chepbagin. Buyruqlarni o'rlayman, alilari. Do'stlarni o'stish uchun bir payda chaqin. Do'stlar, endi sizlarni o'rmonliqqa uzatib qo'yamiz. Chapsanmanglar. Yo'linglarni yo'ritib turamiz. Nima ish bo'ldi?
Bilmayman. Ularga agishayli. Aha. Bu paqira qo'ng'izlar sehrgarga o'xshaydi ekan. Ular Simbaning o'rmonlikdagi hayvonlarning podshohi qilib bekitilganligini qanday faraz qilgan bu? Buni tadqiq qilib boqaychimi? Biz qaytib keldik. Beropa. Pek chiroyli bo'lib ketibsan. 7 yulduz bor ekan. Dadangni unutib qolma. U sendan faxrlanadi. Bu yulduzni cho'ngiq yulduzlar topib berdimi? Shundoq. Bu eng qimmatli sovg'at. Shundoq. Ham eng oliy sharaf. To'g'ri. Biroq men yana do'stlarim bilan o'ynay olmaymanmi? O'ynasam bulamdi. Bo'ladi. Boshqalarni hurmatlasangmi bo'ladi. Ma'qul. Endi yatqin. Hozir sen muhim arbob. Ne deyapsan? Ha? Men yanliman. O'zgarmayman. Bu mening popom. Popom eskikan. Eski. Deb ko'z eskikan. Ko'z ko'rmayli. Beropa, ular to'pimni osurmaydi. Sen o'zingni yot hisoblamasliging kerak. Turmushda emga qipli qolmay yana nurg'un ishni o'rganib olish kerak. Masalan, xushallikdan tang bahramand bo'lish degandek. Bo'ldi. Kashf ketdi. Uxlanglar. At so'zlashaylik. Badaningdagi yulduz osmondagiga o'xshashgan, ha? Bu eng qimmatli sovg'at. Mening mana shunday sovg'aga erishkim botdi. Bu yerda boylik yo'q ya. Yana izlab baqayli bo'lamdi. Hey, Simes. Xayrli kash ko'pchilik, aram elinglar. Rahmat sana. Rahmat. Obdan uxlab, yaxshi tush ko'rishinglarni tilayman. Sinba uchun cho'ng ayiq yulduzlar turkumi tarafidan tanlanish eng oliy sharaf edi. Ammo ustiga olgan mas'uliyatmi intayin cho'ng edi. Undaqda cho'ng ayiq yulduzlar turkumining tanlashi to'g'ri bo'lganmi? Sinba o'z mas'uliyatining ho'disidan chiqa olamdi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive